Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Turdan turgachani boshladik. Bizni tomosha qilayotgan va bizni tinglayotganlarga bunday jaziramada yaxshi podkast taklif etamiz. Turdan turgacha biz bu podkastda futbol haqida gaplashamiz. Doimgi trio, men Umid Abdurahmonov va akalarim Olim Qosimov hamda Fozil Qosimov. Akalar o'zi dasturni bir ishchi nomini o'zgartirib tursak bo'lar ekan. Nega turdan turgacha odatda biz haligi milliy chempionatlarni bu haftadan bu haftaga o'tib olish uchun mo'ljallagandik-da. Endi turdan turgacha. Endi hozir jahon chempionatidan kelib chiqilsa, bosqichdan bosqichgacha bo'ladimi? Jizzaxlikmiz-ku, chani qo'shishimiz kerak albatta. Cha. Shunaqa qo'shiq ham chiqdi yaqinda cha. Ancha bo'ldi lekin. Ancha bo'ldi. Yaxshi qo'shiq ekan lekin u ham. Shuni ham bir futbolga salomlashib olamiz. Olim aka. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, aziz teletomoshabinlar. Jazirama haqida gap ketdi. Qaynoq tunlar, qaynoq tonglar ham bo'lyapti. Hozir o'yinlar boshlandi-da. Endi ko'pchilik kutgan o'yinlar boshlandi, top o'yinlar va ana shu o'yinlar bilan kunni, sutkani qanday vaqtligini unutib qo'yayotganlar ham bor albatta. Shaxsan o'zimda ham boshimdan o'tdi kecha. Quyosh urdi. 79-daqiqada uxlab qolibman to'g'risi. O'yinni qaynoqligi. 79-daqiqa uxlab qolibman. Ko'zimni ochsam, uxlabsiz. Yo'q, 05-daqiqadan boshlandi o'yin yana. Qarasam 05-daqiqadan o'yin ketyapti. Bu extra time bo'lsa kerak. 100 deb yozib o'tirishmagan, boshdan yoshga qarab tursam, Braziliya bilan Norvegiya o'ynayapti ekan. Keyingi o'yinga o'tib ketgan. Yo'q, takroriy ko'rdim. Yaxshi finalda uyg'onmabsiz-da. Bir yo'la. Hozir keyin darhol qaytarib, vaziyatlarni o'sha uxlagan vaqtimni, sarf bo'lgan vaqtini yana o'yinga bag'ishlab boshqatdan ko'rib chiqdim-da. Erinmasdan ko'rib chiqdingiz-ku. Oxirgi 10 daqiqani ko'rdim-da. Shunday deng. Assalomu alaykum hammaga. Olim akammi. Demak, saflarda bo'lganlar juda ham ko'p, uxlab qolayotganlar ko'p, lekin gollarni ko'rib maza qilib, hatto asabi buzilib, hakamlarni ham duo qilayotganlar yo'q emas oramizda. Umuman olganda, jahon chempionati bizga ko'plab nima deydi, jozibali bir daqiqalarni ulashyapti. Buning uchun albatta tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiramiz. Tashkilotchilarga hech kim lekin minnatdorlik bildirmayapti hozir. Ya endi Fozil aka. mana men bildirdim deydi-ku. Men tilingiz bor deb aka. Buning uchun tashkilotchilarga emas, o'zi shu jamoalarga, futbolchilarga rahmat desa bo'ladida. Mana Infantino qiliqlari va bizni jamoamizning a'zosi Fozil Qosimov xorij safariga tayyorgarlik ko'ryapti. Qanaqadir bog'liqlik borga o'xshayapti-da. Aynan finalga. Finalga. Yo'q. Boshqa podkastlardagi modani, trendni davom ettiryapsizmi? Boshqa podkastlarda ham ketib qolishadi-ku xorijga. Shunaqa qilsak bo'lmaydimi? Mayli, siz boshlab beryapsiz-ku, davom ettirib ko'ramizda. Xo'p, biz jahon chempionatidagi muhokamadan emas, balki keyingi hafta boshlanadigan o'zimizni milliy chempionatimizga oid, aniqrog'i mana shu milliy chempionatda ishtirok etayotgan, yomon ishtirok etayotgan Saudiyonadagi yangiliklardan boshlasak, qisqa 5 daqiqa. Mana shu daqiqalarni Fozil aka sizga bersam, men nimalarni bilaman? Saudiyona mashg'ulotlarini allaqachon boshlagan va Zaymovich qaytgan. Bo'ldi. Menda Saudiyona bo'yicha informatsiya shu. Faqat olmagam atay mana shu yangilikni tashlaganimdan keyin mana endi televideniya orqali, radio orqali ham e'lon qilay, eng qimmat brenddagi, O'zbekistondagi eng qimmat brenddagi muzqaymoq bilan men siylamoqchilar. Zaymovich qaytgani uchun. Bitta emas, ikkita sizga ham e'linamizda. Endi shuning uchun qachonligini bilmadim, lekin hurmatli teletomoshabinlar, radio tinglovchilar, albatta muzqaymoqqa erishgan kunimiz. Eng qimmat brend qaysi o'zi muzqaymoq? Mana shuni ham bilib oldim. Reklama. Ya endi o'zi umuman deyapman-da. Yo, mayli, xo'p, o'sha endi. O'sha. Anjan Marojniy emas. Xo'p, Zaymovich qaytdi. Ya endi demoqchiman-da, endi Anjonniki emas. Xo'p, endi eng katta yangiliklarımizdan biri bu. Milan Mitrovic qaytdi. Darvozabon ham qaytdi va bizga kreativ futbolchi kerak edi. Bu Behruz Asqarov. Paxtakorchi yigit, terma jamoada ham U23 safida ham yaxshi o'yinlar namoyish etgan. Shu yigit ham qaytyapti emas, keldi aniqrog'i va uni qanotlardagi umuman olganda o'sha dribling va zarbalari ko'pchilikka tanish va shu bilan birga Saudiyonani eng katta bir muammolaridan biri bo'lgan markaz kuchaytirilyapti. Jamshid Boltaboyevni Ulug'bek Baqoyev yana o'zini jamoasini safiga qaytardi. Bir paytlar Navbahorga ketib qolgan bu yigit, transfer bo'lgan bu yigit yana Saudiyona safida
jamoani himoya qiladi sharafini va shu bilan birgalikda Doriyev Sug'diyona bilan adashmasam 2030-yilgacha bo'ldi shartnomasi yana uzaytirilyapti. Bizda shunaqa shartnomalar bo'ladi? Ha. Ivanovich ham uzaytirdi, adashmasam. Ivanovich bizda odatda 31-dekabrgacha shartnoma imzolaydi. Lekin Doriyevga har 2 yilga mana shu shartnoma davom ettirilyapti. Bu degani kelajakda Doriyevga yaxshi bir nomzod chiqadigan bo'lsa transferdan foyda qolinishi ehtimoli ham bo'ladi yoki bo'lmasa Doriyev atrofida jamoa qurilishida davom etadi. Olim aka, bu xabar meni lekin ikki hissa lol qoldirdi. Nega? Qarang, birinchidan Doriyev milliy chempionatimizdagi eng ko'p maosh oladigan legionerlardan edi. Nazarimda eng ko'pi shuniki edi. Lekin mana 2030-yilgacha shartnoma imzolanganligini eshityapman. Va shu bilan birgalikda unutmaylikki, mavsumdan boshlab, joriy mavsumdan boshlab klublarga beriladigan o'sha byudjet pullari juda sezilarli kamaygan. Shuncha voqea ortidan ham Doriyevning qolganligi Sug'diyona uchun yaxshigina yutuq. Albatta, bu Sug'diyona Fozil aytib o'tyapti-ku, yakunladingizmi Fozil? Ha, bemalol. Aytib o'tdi-ku Fozilbek, mana tarkib haqida gapiryapmiz, futbolchilar kelgani haqida gapiryapmiz. Sug'diyona reaksiya ko'rsatyapti. Ya'ni turnir jadvaldagi o'rniga nisbatan reaksiya ko'rsatyapti. Vaziyat bu taqlid davom etmaydi, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi va tarkibni qanday bo'lmasin kuchaytirish. Qanday bo'lmasin ichiga bu Mitrovic kiribdi va Zaymovich kirgani meni juda ham xursand qildi. To'g'risi men har adashmasam podkastimizda gapirardim Sug'diyona haqida gap ketganda, aynan Zaymovich bu futbolchi bizga juda ko'p gollar hadya qilayotgandi, vaziyatlar yaratayotgandi, o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi, aytishlariga qaraganda murabbiy bilan kelisha olmay qolgan ekan degan insaytlar chiqqandi o'shanda va juda men achinganim mana shu futbolchi bo'lgandi. Keyin yo'q bo'lib qoldi, milliy chempionatda boshqa jamoaga o'tadi deb o'ylagandim, o'tmadi. Shimoliy Janubiy Afrika Respublikasidagi qandaydir musobaqada o'ynab yurgani haqida ma'lumotlar o'qidim. Xullas bu futbolchi unutilgandi birozgina va Fozilbek o'sha Telegramdan tashlagan payti joyimdan sakrab turib Zaymovich qaytibdi deb o'zimizni guruhga ham tashlab xursand bo'ldim va albatta kutaman. Endi sport formasi qandayligini hozir bilmaymiz bu futbolchini. Yo, o'zim nazarimda butun milliy chempionatda boshqa mavsum boshlanyapti-da hozir. Oralikdagi tanaffuslar bilan hisobga olinsa, yetarlicha dam olindi va ana endi bemalol futbolchilar bor kuchlarini ko'rsatish kerak. Ma'lumot uchun eslatib o'taman, yangi haftada boshlanadigan o'yinlar 16-iyul sanasidan start oladi. 12-tur o'yinlari viloyatimiz bosh jamoasi Sug'diyona shu kuni soat 20:00 da boshlanadigan bahsda Zomindagi stadionda Xorazm bilan raqobatga kirishadi. Darvoqe Sug'diyona 12 va 13 turni o'zida o'tkazadi. Chunki mavsum birinchi davrada ketma-ket safarda o'ynagandi. Endi ikkinchi davra boshida ketma-ket o'z uyida o'ynaydi. Zominda 21-iyul kuni hali vaqti belgilanmagan Neftchiga qarshi turnir peshqadami Neftchiga qarshi o'ynaymiz. Agar davlat rahbarining qarori bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, uchrashuvlar 19:00 dan keyinga belgilanishi aniq. Obxodan keldi. Faysal Mulich ketdi, Mirkovich ketdi. Yana bir necha futbolchi Sug'diyona tarkibini tark etdi. Endi murabbiy o'ziga kerak bo'lmagan, o'yiniga tushmaydigan futbolchilar bilan xayrlashyapti. Bu tabiiy holat. Mulichni ham, Mirkovichni ham o'yinni ko'rdik. Ayniqsa Mirkovichga juda ko'p e'tirozlar bo'lgandi darvozabonga va mana Mitrovic joyiga qaytdi. Shoh taxtiga qaytdi desak bo'ladi. O'zi bitta klub uchun qandaydir ideal darvozabon bo'lsa, Sug'diyona uchun Mitrovic ideal darvozabon. Shunaqa zo'r emas, yomon ham emas. O'rta miyona darvozabon. Emi Martinez Aston Villada qanaqa o'ynaydi, terma jamoada qanaqa o'ynaydi. Mana shunaqa misol keltirsa bo'ladi. Darajasi ham har xil. Yoki ulab ketamiz, Salah Liverpoolda qanaqa o'ynadi-yu, Misrni qanday yetakladi. Shu o'yinni o'zi davom ettirsak bo'ladi, jahon chempionatiga. Bo'ladi, mayli. Ma'qul menga ham. Hozir keling, biz o'tgan dasturimizda endi baribir to'g'ri, biroz sovuq ham bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, biz chorak final emas, balki to'g'rirog'i chorak finaldagi o'yinlarni ham, ba'zi nimchorak finaldagi va bo'lajak o'yinlar, ya'ni yarim final bahslari haqida ham gaplashamiz. Olim aka, o'tgan dasturda biz Argentina haqida deyarli gaplashmagandik hisobida. Bitta fikr bildirilgandi. Messi va boshqalar bo'lib qolyapti bu turnirda ham deyilgandi, lekin mana 16da 1 yoki 1da 16da Cabo Verde
nimchorakda shu bilan birgalikda Misr qiynab qo'yyapti-da. Aniqroq chorak finalda Misr qiynab qo'yyapti. Nima bo'lyapti? Negadir Argentina o'ziga o'xshamayapti. Guruh bosqichini juda zo'r o'tkazgan Argentina play-off raundidagi o'yinlarda nisbatan baribir bu juftliklarda Argentina yaqqol favorit dedik, yo'li yaxshi dedik, ammo haligi so'nggi jangga chiqqandek bo'lib qolyapti-da uchrashuvlar. Nimalar ro'y beryapti? Qanchalik farqli edi Misr va Cabo Verdega qarshi uchrashuvlar? Argentina nisbatan bir xil o'yin ko'rsatadigan, bir xil taktika qo'llaydigan jamoa hisoblanadi. Asosan o'yinni, tempni nazorat qilishga harakat qiladi. Bu asosan o'yinning katta qismida tempni tushirgan holatda birdaniga hujumga otilish. Argentina birdaniga qo'qqisdan zarba berish, chayqatib gol urish. Barselonaning eski uslubi desak bo'ladi. Mana shu uslubda o'ynaydigan jamoaga aylangan terma jamoaga kerak vaqtda qo'sha oladi albatta, lekin Misr bilan o'yinda yoki Cabo Verde bilan o'yinda kompakt himoyalanib birdaniga hujumga chiqadigan jamoada ikkalasi ham. Cabo Verde'da ham ko'rdik bu narsani, Misrda ham, ayniqsa Misr shu narsani ko'rsatdiki, himoyada metin turibdi va o'sha prujinaga o'xshagan holda xohlagan vaqtda otilib ketadigan qarshi hujumni ishlatyapti-da. Argentina uchun bu maksimal noqulay hisoblanadi. Noqulay raqib hisoblanadi. Avtobus qo'yib olayotgani yo'q. Avtobus qo'yganda Argentina buncha qiynalmas deb o'ylayman. Misr avtobus qo'ymadi. Himoyada metin turibdi, lekin kerak paytda otilib chiqadigan vaziyatlari ham bo'lyapti. Mana shu tomondan Argentina qiynaldi deb o'ylayman va boshqa tomondan Messini yopishyapti va butun jamoa Messiga o'ynagandan keyin bu tabiiyki samarasini bermaydi. Ya'ni Messini juda ko'p paslari birinchi taymda, birinchi bo'limda xato ketdi. Driblinglari o'tmadi, birdaniga ikkita futbolchi yopishyapti Messiga. Umuman yo'lni yopib qo'ygandan keyin boshqa variant topa olmayapti va bunday vaziyatda bosh murabbiy o'rtaga chiqadi, sahnaga chiqadi va o'sha Scaloni almashtirishlari bilan bu narsani yengillatdi. Messini yukdan ozod qildi, boshqa futbolchilarni tushirdi va taktika biroz o'zgarib ketdi. Misr bunga albatta tayyor bo'lmagandek ko'rindi. Ko'pchilikda shunaqa fikr borda, Umid, Fozil, Argentina bu o'yini bilan keyingi bosqichga chiqishga loyiq emas edi degan fikrlarni ham eshityapmiz-da. Ya'ni g'alabadan ko'ra o'yinni quritishga ko'proq harakat qilish deb. Yo'q, buni isboti sifatida aytishim mumkinki, o'sha 90+1 daqiqada esingizda bo'lsa, Paredesni vaziyati bo'ldi. Misr oldinga chiqib ketdi, Argentinani ortida himoyada hech kim qolmagan. 90+1 daqiqada hisob 2-2 bo'lib turibdi. Argentina qo'shimcha bo'limlarga o'tmoqchi emas-da. O'tmoqchi emas. Misr hal qilmoqchi. Ha, Misr hal qilmoqchi. Bunga Argentina yo'l qo'yib beryapti. Qaysi ma'nodaki, Argentina urib o'yinni hal qilmoqchi o'sha asosiy vaqtni o'zida. Yotib olib, ekstra taymni kutsa bo'ladi. Chunki nimaga? Argentina qiynalib urdi ikkita golni. 2-2 qilib olgan jamoa albatta ekstra taymni kutadi bunday vaziyatda. Lekin 90+1 daqiqada Argentinada himoyada hech kim yo'q. Misrning 3 nafar futbolchisi hujumga boryapti va Paredes oyoq qo'yib qolyapti. O'sha Alia Kolo Muani va Emi Martinez dueliga o'xshab qolyapti-da. Aynan o'sha vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, g'alabaga ko'proq chanqoq Argentina bo'ldi 90-daqiqadan keyin. Men shu fikrdaman. Keling, Olim aka, navbatdagi savol bilan sizga yana yuzlanmoqchiman. Hozir dunyoni yarmi Infantino va uning Messiga bo'lgan simpatiyasi Argentinani quloqdan tortib chiqishiga sabab bo'lyapti degan fikrda. Chunki endi bunga bilmadim qanchalik asos bor yo'q ekanligi haqida so'ramoqchi emasman. Buni asosiy sababi o'sha baribir Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasi turnirni tark etganidan keyin ko'proq muhokama qilindi. Bilmadim qanchalik bu muhim insident bo'lib beryapti. Lekin men so'ramoqchi bo'lganimki, mana hakamlarni bahsli qarorlari, o'zi misol uchun Misr bilan uchrashuvning so'nggi daqiqalaridagi holatni, aynan Misr bilan bo'lgan Saloh bilan bo'lgan epizodda men o'ylaymanki, bu yerda o'zi ko'p muhokama qilinadigan holat emas edi-da. Mana bu Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasi futbolchisi Balagun bilan bog'liq bo'lgan vaziyatdan keyin, qoidalarni o'zgartirish mumkin ekanda, qarorlarga ta'sir ko'rsatish mumkin ekanda degan fikr juda ko'p bolalab ketdi va buni ortidan muhokamaga arzimaydigan holatlar ham ko'p muhokama bo'lib ketdi-da. Bu aslida Argentinaga bo'lgan bosimni ko'paytirib yubormayaptimi-kan? Ya'ni buni ham ta'siri yo'qmi-kan degan xayol o'tyapti-da. Nega? Chunki o'sha Balagun Belgiyaga qarshi uchrashuvda mutlaqo o'ziga o'xshamadi-da. Bosim ta'siri. Rejissyorlar ham uni ko'rsataverishdi. To'p unga tushganda hayqirib o'zini ko'radi baribir. Bu ta'sir qilmasdan
vaqtida kerak baribir yoki bu darajada. Ha, bu fikringizga qo'shilaman, lekin boyagi vaziyatda o'sha har bir vaziyat lupada ko'radigan bo'lib ketganligini sababi chunki fon shunaqa. Biror voqea bo'lganda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p bong uriladigan bir mavzular bo'ladi, bilasizmi? Birdaniga rezonans bo'lib ketadigan fon yaratiladi. Qaysidir kuchlar tomonidan yoki qaysidir manfaatli tomonlar, odamlar tomonidan-da Argentina qatnashayotgan, Portugaliya qatnashayotgan chempionatda, turnirda albatta bu narsa bo'ladi. Yoki Portugaliyaning o'yinida yoki Argentinaning o'yinida bo'ladi. Bu tabiiy holat deb o'ylayman. Bu normal holat. Ya'ni odamlarni bunday fikr bildirayotgani, diniy e'tiqodni aralashtirayotgani, siyosatga bog'layotgani bu normal holat, normal emas. Lekin bunaqa muhokamalar bo'layotgani normal. Bunda har bir odam o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashini ko'rsatib beradi. Bu futbol tomonidan emas, endi boshqa jihatlar, aspektlar tomonidan ko'rsatilyapti bu narsa. Bu narsa noto'g'ri. Boyagi Salohning vaziyatini ham hakamlar, ekspertlar ko'rsatyapti. Bu yerda penalti yo'q deyapti, qoidabuzarlik yo'q deyapti. Pierluigi Collina chiqib aytayapti. Sizlar futbolni tushunmaysizlar agar bu yerda foul bor deydigan bo'lsangiz. Ha, to'g'ri, Pierluigi Collina o'sha hakamlar qo'mitasini boshlig'i bo'lishi mumkin, lekin shaxs sifatida Pierluigi Collina uncha ekspertdan, umuman butun ekspertlardan hakamlik bo'yicha yuqorida turadi. Balandda turadigan inson hisoblanadi. Uni qandaydir bir manfaatga xizmat qilishiga ishonish juda qiyin. Shuning uchun bu narsa mojaro bo'layotgani, ko'p muhokama bo'layotgani shunaqa fon yaratishdi. Shunaqa fon yaratishdi. O'sha Ronaldoni muxlislari, Messini muxlislari, Argentinani heyterlari, Ronaldoni heyterlari u narsa katta bo'lib ketyapti. Aslida o'sha vaziyatlar aloqasi bo'lmasligi mumkin o'yinga. Ya'ni boshqa Panamani o'yinida yoki Shvetsariyani o'yinida shunaqa vaziyat bo'lib, bitta muhokama bo'lib ketadi, bo'ldi. O'sha Tantashev boshqargan o'yinda ham, Paragvay Fransiya o'yinida ham bunchalik bo'lmadi, lekin ko'tarsa bo'ladi, quloqni tortsa bo'ladigan vaziyatlar bor edi. Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu narsaning asosiy sababi Argentina, Portugaliya, Messi, Ronaldo bo'ldi. Boshqa sababi yo'q buni. Tantashev o'zi ham bitta yaxshi fikr bildirdi-da, ko'p bu ham ommalashmadi, lekin agar o'sha o'yinda Paragvayga nisbatan ikkita qizil berganimda, haq qizil vaziyati bor edi. Bu yaqqol edi, lekin bersa ham bo'lardi, bermasa ham bo'lardi. Agar Paragvayga berganimda, Paragvay tomonidan aynan Fransiyaga muxlislik qilmaydiganlar bo'ladi-ku, kuchsizlarga muxlislik qiladiganlar. Ularda menga nisbatan bosim bo'lardi yoki umuman o'yinga nisbatan bosim bo'lardi. Yoki agar Fransiyani o'sha penaltisini ikkilanmasdan varsiz berganimda, Fransiyaga bilan menga nisbatan bosim bo'lardi. Bu joyda men yuragimni shundoq tashlab qo'ydim va aql bilan ish qildim. Ha, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Mana bu yerda Tantashev haqiqatan professional tarzda hakamlik tomonidan kelib chiqyapti, lekin hakamlik borasida shunday vaziyatlar ham bo'ladiki, hakamlar kuzatadi. Bitta jamoa a'zolari provokatsiya qilyapti, teginyapti, qitmirlik qilishyapti va bunday vaziyatda hakamlarni yagona ko'radigan chora sariq bilan joyiga keltirish. Lekin Tantashev to'g'ri protokol bo'yicha ishladi. Ya'ni alohida bir skilllarni ishga solmadi, ya'ni siz aytib o'tgan jihatlarni ishga solmadi va faqat protokol bo'yicha ishladi. Unga yagona e'tiroz shu bo'lyapti. Ha, xuddi shunday. Paragvayga bitta bo'lsa ham sariq kartochka ko'rsatganda bunaqa shov-shuvlar bo'lmasdi. Lekin bu tomoni ham bor edi. Birinchi sariq kartochka berilganda olimaka, yana bitta boyaga faktor bo'yicha ketadigan bo'lsak, u sariq kartochka Paragvayni agar o'sha o'yinni davom ettirganda ikkinchi sariq kartochkaga olib keladi. O'sha futbolchi, qaysidir futbolchiga nisbatan bu qizilga olib keladi. Umuman olganda biz hozir hamyurtimiz sifatida uni oqlayotganimiz yo'q. Jahon chempionatida xuddi shunday o'yinlar ko'p bo'lyapti. Misol uchun deylik, o'sha Misr bilan o'yin mana. Xuddi shunday vaziyat bo'ldi. Ya'ni Salohning vaziyatida haqiqatan ham o'yin qoidasi buzildi, lekin to'pga birinchi bo'lib kim yetib keldi? To'p bilan vaziyatni oladigan bo'lsa, oxirgi daqiqalardagi o'sha jarima maydonchasida. Mana shu vaziyatni ko'ryapsizmi? Bu vaziyatni oladigan bo'lsak, bu penalti emasligi aniq bu. Lekin penalti bo'lmagandan keyin o'yin to'xtatib ham bo'lmaydi. Albatta, Misrni hisobga olinmagan ikkinchi goli bor-ku, Reyd bilan kiritilgan ajoyib gol. Lekin bu vaziyatda futbolchi birinchi raqibni oyog'iga nisbatan qoidabuzarlik qilyapti, oyoqni bosyapti. Va bu hujum shakllanishida davom etadi. Hakamlar o'sha Collina jamoasi shunday tushuntirish berdiki, baribir o'sha hujumda bo'ldi-da bu. Ha, xuddi shunday. Argentina futbolchisiga nisbatan kim edi? Ensomidi? Yo'q, Enso emas edi. Mayli, hozir nomini qidirmaylik, vaqt ketmasin. Aytayaptiki, yo'q, Talafik emas edi. Aytayaptiki, aynan agar to'p Argentina futbolchilariga tushib yoki yakka kurash bilan olinganda, o'sha epizod bo'lganda bu holat qaytilmasdi. Xuddi shunday. To'g'ri, Misr futbolchilari 4 futbolchiga tegibdi-da, gol bo'lgunga qadar.
qancha epizod bo'ldi deyilishi mumkin. Lekin Argentina aralashgani yo'q. Gap shundaki, aynan mana shu qo'pollik evaziga to'p olib qo'yilgandan keyin bo'lyapti-da. To'g'ri, o'sha Hassan edi, adashmasam ismi, misrlik futbolchini uning reydi hal qiluvchi bo'ldi bu yerda, lekin baribir o'sha tempda taxminan 15 soniya avval qoida buzilgandi-da. Protokollarga dokument chatoq deyishadi-ku. Lekin Fozil uzr, shunaqa vaziyat El Clasicoda bo'lganda, e'tiroz bo'lgandi. Yodingizda bo'lsa, Fermin Lopes gol urgandi. Gol urishdan oldin to'p uni qo'liga tekkandi. Hakam bekor qildi golni. Lekin vaholanki, Fermin Lopesning qo'liga to'p tekkandan keyin u to'p Real futbolchisiga borib tushdi va Real futbolchisidan olib qo'yilib keyin gol urildi. Ana o'sha vaziyatda bekor qilinishiga asos yo'q edi. Lekin boyaga masala, Olim aka bitta fikrni to'g'ri aytdingiz. Aytaylik, bu Panama Shveysariya o'rtasidagi bahsda bo'lganida-chi bu qadar ko'p muhokama qilinmasdi. Albatta, bunaqa vaziyatlar ko'p bo'ldi. Dunyoni yarmi qabul qilmayotganligini sababi ham haligi g'alaba qozongan terma jamoani sardori, yetakchisi, gol uruvchisi Lionel Messi. Ko'p ehtimol shu bo'lyapti, lekin biz mana bu studiyada o'tirib imkon qadar neytral baho berishga harakat qilamiz va bu yana bitta tomonlama muhimki, baribir o'rganiladi va boshqa uchrashuvlar bilan taqqoslanadi. Men Ilgiz Tantashev haqida bitta tuzatish kiritib ketmoqchiman. O'tgan dasturda boshqa uchrashuv berilmas ekan. Paragvay, Fransiya o'rtasidagi bahsdagi ishi uchun bir baho qo'yilganligi haqidagi ma'lumotlar chiqdi-ku. Bu bitta sayt tomonidan qo'yilar ekan, rasmiy emas ekan. Lekib qo'ygan. Gap shundayki, o'zi aslida hakamlarga qo'yiladigan bahoni eng quyisi 7 yu necha bo'lar ekanda, shu 2 ekan. 2 sifatida ko'rilar ekan va Ilgiz Tantashev ayni paytda jahon chempionatida hakamlar bilasiz, uchrashuvlarda ishlashmasa-da har bir uchrashuvni tahlil qilishadi, seminarlarda ishtirok etishadi. Jamoasi bilan seminarda ishtirok etyapti ekan, ajab emas. Balki yarim finalda birortasini boshqarsa. Balki. Va shu bilan finalni kutmasak kerak-ku. Yo'q, final berilmasligi aniq, lekin ma'lumotlar kim chiqishiga ham bog'liq. Tantashevga berilmasligi aniqroq bo'lib boryapti ekan. Chunki agarda Messi chiqsa yoki uzr so'rayman, Argentina chiqsa yoki Fransiya chiqsa, yana o'sha gaplar urchiydi. Misol uchun deylik, bu jihatni ham o'ylab ko'radi FIFA. Lekin bir jihati borki, aynan media jihatdan ishlaydigan bo'lsak, Infantinodan ko'p narsa kutish mumkin. Media jihatdan oladigan bo'lsak, o'yinga nisbatan e'tiborni oshirish, reklama, pul tushum, boshqa bo'ladigan bo'lsa, biz Tantashevni ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu nuqtada. Misr bilan Argentinaga bitta o'zim yakuniy fikrimni aytib o'tmoqchiman. Qora demoqchisiz. Albatta. Shu joyda. Misr Argentinada bilasizmi, misrliklarning eng katta xatosi nima bo'ldi? Ular 75-daqiqadan keyin yoki 70-daqiqadan keyin maydonda Messiga qarshi o'ynashayotganini unutib qo'yishdi. To'g'ri, maydonda 11 kishiga qarshi o'ynashyapti, lekin tarkibda Messi bor edi. U 5 karra, 6 karra yoki 7 karra deylik oltin to'p sohibi. U to'p sehrgarda. U sehrgar bilan o'ynashyapti-da, ular 2-0 ga yutishyapti. Ular 2-0 ni tanlashdi. Ular sehrgarga qarshi o'ynashayotganini unutib qo'yishdi. Mana shu joyda ular jazolanishdi. Mana shu katta effekt berdi. Bor ekan. Nazarimda Misr terma jamoasi futbolchilari bir lahza ham Messiga qarshi o'ynayotganliklarini unutishmadi. Lekin mana shu joyda Scaloni to'g'ri yurish qildi-da. Ha, yashang. Scaloni nazarimda muhim o'sha ikkitalik o'zgarish bo'ldi-ku. Messi o'ng qanot yarim himoyaga o'tib oldi. Mana shu burilish nuqtasi bo'ldi va Romeroni goli o'z vaqtida urildi deb. Messi nima uchun, Messi debman, Misr nima uchun to'pni o'zida himoya emas, to'pni o'zida saqlashga Misr ikkinchi golni urgandan keyin nima qilishni bilmay qoldi. 1-0 bo'lganida Misrga yaxshiroq edi. 2-0 dan keyin ozgina yengilroq nafas olishni boshladi. Boz ustiga hujumlar ham qilayotgandi-da. Ana shu joyda qarshi muzlatib qo'ydi. Nima uchun deyapman? Fozilbek, sizning fikringizni to'g'rilaydigan bo'lsak, misrliklar Messini o'yini chiqmayotgandi va o'sha vaziyatga moslashib qolishgan. Lekin o'sha vaqtgacha o'sha Messini chap oyog'ini yopishdi. Faqat e'tibor qilgan bo'lsangiz, 2-3 nafar bo'lib bosim qilishdi Messiga va buni yaxshi uddalab kelishayotgandi-da. Va Messi pozitsiyasini o'zgartirdi va assistant Messi edi, adashmasam. Yo'q, mana bitta narsa, urilgan 3 ta golda ham Messi qatnashdi. Nimaga? Bitta golni o'zi urdi, bittasida assist berdi. Oxirgi 3-gol berilayotgan vaqtda o'sha vaziyatga hozir qo'yadigan bo'lsangiz, to'p olib qo'yilgandan keyin Salohdan to'p bilan ketayotgan futbolchiga Messi qo'li bilan ko'rsatdi Lautaroga uzatish haqida. Yo'nalish berdi. Orqaga qayting, birozgina orqaga qayting. Tomoshabinlarimiz ko'rmayotgan bo'lsa. Menga tashlama
kimga tashlash kerak ekanligini qo'li bilan ko'rsatyapti, Lautaroga tashla deb ko'rsatyapti va Messiga tashlash o'rniga Lautaroga boryapti va bu ham no touch pass deyshadi-ku, teginmasdan pasga borish degan, pas berish deganday vaziyat. Men shunaqa deb o'yladim. Uchta vaziyatda ham qatnashdi desak bo'ladi. Tushunarli. Keling, biz tinglovchilarga ham ularga o'z fikrlarini bildirish uchun imkoniyat bor ekanligini eslatib o'tamiz. Qadrli radio tinglovchilar va bizni telekanal orqali tomosha qilayotganlar, bu podkastda sizni ham jonli muloqotga taklif etamiz. 72 kodi bilan 226 0841, qaytaraman, 72 kodi bilan 226 0841 raqamiga qo'ng'iroq qiling va mundial doirasidagi fikrlaringiz bilan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Biz boshqa uchrashuvlarga ham o'tamiz. Bundan oldin esa Fozil aka, yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Bilasiz, baribir hali biroz sovigan bo'lishi mumkin, lekin muhokamasi ketyapti-da. FIFA va Infantino uni jamoasi qanchalik bu reputatsiyani yo'qotyapti, ishonchsizlik ortib borayotganligi. Bu vaqtinchalik holatmi yoki umuman mana shu mundial atrofidagi ishonchsizlik? Balagun bilan bog'liq vaziyatlar va boshqa. Futbol tarixida men eshitmaganman. To'g'risi, o'sha 98-yildan buyon kuzatayotgan bo'lsam, haqiqatan ham bitta o'yin uchun qizil kartochka bekor bo'lishini. Bu bitta ishonchsizlik. Bu ishonchsizlikni qaytarishni imkoni yo'q. Chunki umuman futbol jamoatchiligi tomonidan garchi mezbon davlat bo'lmagan bo'lsa-da, balki boshqa davlat bo'lar, mehmon davlat bo'lar. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rnida bu baribir ishonchsizlik. Chunki bitta o'yinga adashmasam Ronaldo bilan ham shunday holat bo'lgan. Ronaldonimi yoki Messinimi qizil kartochkasi bo'lib turib, uni bitta o'yinga umuman shartli ravishda o'sha birinchi o'yindan boshlab Ronaldo maydonga tushishni boshladi jahon chempionatida. Agar o'sha holat takrorlansa, unga diskvalifikatsiya berilishi kerak edi. Ronaldoni jahon chempionatida birinchi o'yinga tushmasligi kerak. Shu mundialda. Mana shu holat bo'lgandi va balki Ronaldo adashayotgandirman. Mashhur futbolchi. Va shu holat bo'lganidan keyin mana ikkinchisi yana bo'lyapti aynan mundial atrofida. Bu degani futbol aynan mediaga ko'proq e'tiborni qaratyapti. Chunki Infantino ham mediani yaxshi biladi, mediadan chiqqan inson. Bu nisbatan Balaguncha media persona emas. Yo'q, Infantinoga nisbatan aytyapman, media. Yo'q, u paytda menimcha Fozil Infantino bular haqida o'ylamagan. Infantino Blatterni taqdiri haqida o'ylagan. Zepp Blatterni ham yodingizda bo'lsa, unga qarshi da'volar ochilishi birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlangan. FBR FIFAning ofisini tintuv qilganda va Blatterga qarshi o'sha heytlar, yomon fikrlar boshlanib ketdi va hozir o'sha davrdan boshlab hozirgacha ham hozirda ham bitta inson nomini qora qilish juda osonda hozir. Qandaydir fon yaratib, Infantino ham shundan qo'rqdi, menimcha qo'rqdi. Chunki keng saylov bor. Endi boshqa tomonni ham gapiramiz hozir. Bitta misol keltiraman. Fransiyada bo'lganda, adashmasam, Xalqaro valyuta jamg'armasining raisi bor edi. Ismi Dominik Strauss-Kahn edi, adashmasam. Dominik Strauss-Kahn u Fransiya prezidentligiga nomzodini qo'ymoqchi edi. Valyuta jamg'armasi rahbari edi va o'shani Amerika Qo'shma Shtatlarida mehmonxonaning nomini ham aytaman hozir. Sofitel mehmonxonasi edi. Sofitel mehmonxonasida axloqsizlik qilgani haqida xabarlar tarqatib, uni nomini qora qilib, uni o'sha jamg'armadan ham ketkizishdi. Fransiya prezidentligiga nomzodligini ham topshirish imkoniyatidan mahrum qilishdi. Ya'ni bitta insonni mana shu tarzda yo'qotishdi, yo'q qilishdi, qaysidir ma'noda qo'shtirnoq aytganda. Va bu narsadan Infantino ham qo'rqadi deb o'ylayman. Kursida qolish uchun gap bo'ladi. Gap qo'rqishda emas. Hozir men umumiy tashkilotni aytayapman-da, Olim aka. To'g'ri. Endi tashkilot o'sha odamni gapidan kelib chiqib qaror qabul qiladi-ku. Lekin aslida boshqacha bo'lish kerak-da. Yo'q, bunaqa emas-da. FIFA ham aytayapti. Biz deyapti, qizil kartochkani shunchaki o'tirib, hangoma qilib bekor qilganimiz yo'q. Ekspertlar o'tirdi va bu narsani aytib o'tishimiz kerak, obyektiv bo'lishimiz kerak. O'sha Balagunning qizil kartochkasi bekor qilingani yo'q, sinov muddati bilan ortga surildi. Ortga surilib turibdi shunchaki va bu narsa FIFAning protokolida bor ekan. Qoidalarda bor ekan. Lekin undan keyingi qoidasida qizil kartochka bekor qilinmasligi kerak, bu tarzda harakatdan to'xtatilmasligi kerak degan joyi ham bor ekan. Bir-birini inkor qiladigan, bir-biriga zid bo'lgan narsalar bor. O'zi bir odamni hayron qoldiradigan jihat edi-da. Yana Trump chiqib bergan bayonoti bu hayratni yanada oshirdi-da. Men o'ylabman, Trump o'ylaganki, keyingi uchrashuvda AQSh bir kishi kam bo'lib o'ynaydi deb o'ylabman degan. Mana shu narsa yanada hayratni oshirdi. Nazarimda bo'ldi. Yaxshiyamki Belgiya yutdi AQShni. Agar bordi-yu,
AQSh Belgiya yutib qo'yganda bormi? Ko'ring edi tomoshani. Lekin buni oqibati qoldi. Infantino uchun oqibati qoldi. Boya aytdik-ku, o'zini o'sha statusidan, mavqeidan, obro'sidan, lavozimidan qo'rqdi dedik-ku, lekin keyingi saylovda Infantino saylanmasligi juda katta ehtimol bor. Shunaqa. Chunki UEFA ham Infantinoga qarshi ovoz berishga harakat qilyapti ekan. Bizda qo'ng'iroq bor. Demak, bizda qo'ng'iroq bor. Tinglovchini ulaymiz. 226 08 41 orqali biz bilan bog'lanasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salomatmisiz? Tanishib olamiz. Men Paxtakor tumanidan Baxtiyor ismim. Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Mundialni faol kuzatib boryapsiz, a? Ha, mundialni ko'rib boryapmiz. Xo'p, qanday fikrlar bor sizda? Mundialda birinchi fikrimni aytsam, O'zbekiston terma jamoasini aytsak, hali tayyor emas ekan. Mundialga-da. Xo'p. Yevropa komandalariga ketdim, hammasi yaxshi o'ynayapti. Baxtiyor aka, sizga umumiy mundial Argentina, umumiy mundial uchrashuvlari yoqyaptimi? Judayam. Kimni favorit ko'ryapsiz? Men Fransiyaga balik qilaman. Oldindanmi yoki bu turnirdagi dahshatli o'yindan keyinmi? Yo'q, men avvaldan. Chunki u Fransiya terma komandasida murabbiy bosh treneriga qoyilman. Ularda o'yinchi ko'p-da, tanlov juda ham raqobat zo'r. Bizga berib tursa bo'lmasmi? Yo'q, mahalliylashtirsak Yana bo'lmaydi. bitta fikrim bor. Xo'p. Bo'ladi. Yana bitta fikrim. Bizni Sogdiona komandasi juda ham Sogdionaga balik qilaman. Xo'p. Shunday tarkib yaxshi, lekin nima omadsizlik bo'lyapti? Tushunolmayman. Baxtiyor aka, tarkib bundan ham yaxshi bo'ldi hozir. Kutishingiz mumkin. O'sha yangi tanaffusdan keyin yaxshi o'yinlar boshlanadi va Sogdiona juda zo'r o'ynab beradi. Mana Zenan Zaymovich degan bitta futbolchisi bor, hujumchisi yangi keldi. Agentimiz bilan o'tiribdi. Avvalgi hujumchisi yangi keldi, yana qaytib va ishonamanki, Sogdiona tepaga ko'tariladi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sogdiona haqida bitta negativ yo'q bo'ldi. Bo'ldi, Baxtiyor aka, rahmat aytamiz. Mana ma'lumotni topdim, qarang. Cristiano Ronaldoni Irlandiyaga qarshi o'sha jahon chempionati saralashda Irlandiyaga qarshi o'yinda o'sha bir futbolchini tarib yuborgan, yodingizda bo'lsa, o'sha PR nimaga uchrab, o'sha provokatsiyaga uchrab va 3 ta o'yinlik diskvalifikatsiya bo'lgandi va FIFA unga aynan demak intizom kodeksining 27-moddasiga tayanib 2 ta o'yinlik chetlashtirishni bekor qilgan. Fozil aka, bunaqa holatlar bo'ladi. Bir nechta o'yinga diskvalifikatsiya qilinadi-da, o'sha assotsiatsiya e'tiroz bildiradi va FIFA buni ko'rib chiqib, tartibi bor-da uni. Qo'ng'iroq qilinmaydi. Yo'q, o'shani aytyapman. Kompleks mini turnirlar odatda bunaqa bo'lmasdi-da, kompleks turnirlar. Mana shuni aytyapman. Adashmasam bizda yana tinglovchi bor. Assalomu alaykum, tanishib olamiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javlon Jizzax shahridanman. Eshitaman sizni. O'rniga. Endi bitta anaqa sal Messichilarmisizlar bilmadimki. Zo'r fikr bo'ldi. Yo'q, unaqa emas. Mana oldilaringizda futbol o'zimizni Sogdionani anavisi kelgan debsizlar, futbol o'ynaydi. Endi sizlar futbol o'ynaganmisizlar, o'ynamaganmisizlar bilmayman-da. Katta musobaqa endi mahallalararo chempionatda. Sudya qaysidir komandaga yon bosdimi, ikkinchi komanda borku, xohlasa xohlamasa o'yini ham chiqmaydi. Nima deydi, kayfiyati buzilib, ta'sir qiladi. Qo'yish ehtimoli 90% da. Xuddi shu mana Misr bilan Argentinada xuddi shunday bo'ldi deb o'ylayman-da. Argentinaga hakam sal yon bosgandan keyin bularda o'zi futbolda shunday kayfiyat, любой sport turida ham kayfiyat buzilsa, hech narsa chiqmaydi-da, o'yiningiz ham chiqmaydi, boshqa ham chiqmaydi-da. Javlon aka, siz Ronaldochi emas-a? Yo'q, men Ronaldochi ham emasman, Messichi ham emasman. Men Liverpoolga valet qilaman. Bu ishonamiz unaqada fikrlar bor. Javlon aka, o'zi umuman mundial qanaqa o'tyapti siz uchun? Mayli, bu mavzuda fikrlarimizga qo'shilmassiz va sizning favoritlaringiz kim? Men endi bitta favorit Fransiyani ko'ryapman. Chunki o'yini haqiqatan kuchli. Xo'p. Jamoaviy o'yini yaxshi-da. Angliyada ham, Ispaniyada ham, misol uchun kecha
Portugaliya kim bilan o'ynadi? Belgiya. Cherishchur nima deydi? Spokойный deydi-ku, o'zbekchasiga nima deydim de. Xotirjam, bosiq. Shuning uchun uxlab qolibman-da men. Juda xotirjam. Unaqa qilib o'ynashmadi. Agressiv bir bunday yutqizib qo'yamiz yoki bir anaqa deb o'ynashmadi-da. Oldindan yutishini bilgandim. Xotirjam bir-biri bilan paslari ham, boshqasi ham. Endi Javlon aka shu savolda mana Fransiyani jozibador o'yini, shiddatli o'yini, ispanlarni xotirjam o'yini qaysi biri g'alabaga yaxshi yetaklaydi deb o'ylaysiz? Aynan Fransiya bilan Ispaniya chiqyapti. Ha, ikkalasi chiqyapti, jangga chiqyapti. Endi men bitta yaxshi hujumchi, masalan uchun Holland ham 100 tadan 80-90 tasini uralaydigan hujumchida Holland ham. Balki Holland terma jamoasi ham bo'lishi mumkin. Endi avvalo xudo deydi-ku. Ha. Tushunarli. Qaytida ana omad qaysiga kulib bo'lsa, o'sha jamoa yutadi o'ylayman. Endi kuchliroq deb men o'ylaganim shu Fransiyani kuchliroq deb o'yladim. Tushunarli. Rahmat sizga bog'langaningiz uchun. Mana shunaqa fikrlar. Fransiyani bilasizlarmi? Ispanlar umuman ketdi, o'tdik mana birinchi yarim final haqida gapirdik. Birinchi yarim final. Chorak finallarni tugatib qo'yaylik-da. Qaysi o'yin qoldi? Angliya, Norvegiya. Ha, Angliya, Norvegiya. Tugatib qo'yaylik, bir yo'la yarim finallarga o'tamiz. Fozil aka, Angliya, Norvegiya, aytib bo'lmaydigan, qog'ozda ehtimol kichik ustunlik bilan Angliya favorit ko'rinayotgandir, lekin Holland boshchiligidagi Norvegiyadan hamma narsa kutish mumkin. Og'izingizni juftlab turasiz, bizda yana tinglovchi bor. Yo'q, aloqada nimadir bo'lgan, davom etishingiz mumkin. Gapirishingiz mumkin emas demadingizda. Gapirishingiz mumkin. Xullas, Angliya bir jihati bilan meni hayron qoldiryapti. Ozgina bo'lsa ham inglizcha tizimli futbol yo'q. Ozgina bo'lsa ham yo'qotilgan. Haligi bir-biriga aniq pas berib, uzatib, bo'lmasa qaytish orqaga bo'lardi-ku. Mana shu yo'qotilganda ispancha shiddat qo'shilgan. Ozgina bo'lsa-da. Nimani ta'siri deb o'ylayapsiz? Tuxel. Menimcha Tuxelning ta'siri. Yana bitta jihati bu Keyn va Bellingham. Oldingi masalan terma jamoani o'yinlarini kuzatadigan bo'lsak, o'sha 2002 dan buyog'iga kuzatadigan bo'lsak, bunaqa oxirigacha kurashadigan futbolchi Angliyada faqat Rooneyni eslay olaman, boshqa futbolchini eslay olmayman. To'g'risi, hattoki Beckhamlar ham taslim bo'lib qolgan joylari bo'lardi. O'sha avlodmi, undan oldingi avlodda Angliyada baribir yo yarim finalgacha boradigan jamoa edi-da, nari borsa. Hozir bu jamoada endi ozgina shiddat bor. Bu degani umid beryapti. Norvegiya bo'ladigan bo'lsa, bu yigitlar bitta ta'rif beraman, Vikinglar kim ekani, qanday ajdod bo'lganini bilasizlar endi. O'zini ajdodlariga munosib o'yin ko'rsatyapti. Har jihatdan ular shiddat ham qo'sha oladi, kerak bo'lsa bosim qilib bera oladi, tizim ham beryapti va ularda o'sha jarimaga oshirilgan joyda gol uradigan bitta bo'lsa ham futbolchisi bor. Olam aka, odatda biz Angliyani xaraktersiz jamoa sifatida tanirdik-da, har qanday turnirda. Zo'r yulduzlar bor, ammo o'sha play-offga o'tardida nimadir bo'lardi. Va biz Norvegiyani juda yaxshi tanimaymiz. Hozir Norvegiya, mundialdagi Norvegiya desak, hayolimizga keladigan birinchi fikr bu Braziliyani yutgan Norvegiya. Bir tekis, faqatgina u yerda Holland yoki Sörloth, Edegor emas, boshqa futbolchilarni ham biz tilga olishimiz mumkin-da. Ularning nomini tilga olmasak-da, yaxshi jamoa sifatida bilamiz-da. Mana shu ham ayni bitta favoritni ko'rsatishga xalaqit qilayotgan bo'lishi mumkin. Ha, bo'lishi mumkin. Norvegiya Braziliyadan o'tganini tasodif deb bo'lmaydi, chunki Braziliya yomon o'ynagani yo'q-da. Juda ko'p vaziyatlar yuzaga keltirdi. O'sha kuchli Braziliyani ko'rdik, o'zgargan Braziliyani, Ancelottining Braziliyasini. Lekin Norvegiya yaxshi sabr qila oldi, yaxshi himoyada tura oldi va bu narsa ham tasodif emas-da. Qarang, bu yerda paradoks borki, Braziliya juda kuchli o'ynadi, vaziyatlar yaratdi, lekin Norvegiya ham yaxshi turdi himoyaga. Yaxshi himoyalandi, yaxshi hujum qildi va kerakli vaziyatdan gol urdi. Bu yerda Norvegiyaning o'yinida ko'proq omil baribir o'sha Hollandning vaziyatdan foydalana olish turadi. Baribir turadi. Har bir o'yinda, masalan, outsiderda ham bitta, ikkita, 3ta, 4ta vaziyatlar bo'ladi kuchli raqibga nisbatan qarshi va mana shunday vaziyatlardan foydalana oladigan futbolchi Holland hisoblanadi. O'zi futbol yozilmagan qoidasi ham shuda. 5 ta zo'r himoyachi bo'lsin, Metin dunyoning eng zo'r 5 ta himoyachisi bitta jamoada bo'lsin, lekin gol uradigan futbolchi bo'lmasa u g'alabaga yo'q degani-da. Angliya, qisqa qilib aytganda, Angliya haqiqatan favorit bu juftlikda, lekin Norvegiya o'sha Braziliya bilan qilgan o'yinni qilib bera oladi deb o'ylayman. Sizda ham shunaqa? Men 50-50. Demak, bu juftlikda xulosamiz xuddi shunday bo'ladi.
Angliya yutishi mumkin, lekin Norvegiya yutsa ham juda hayron qolmaymiz. Ha. Xo'p, Argentina Shveysariya nazarimda bu juftlikni eng unchalik bo'lmagan anonslardan biri hisoblanadi. To'g'ri, endi Messi faktori bo'lib ketishi mumkin, agar tinglovchilarimizdan biri yana bizni ayblamasa Messichilikda, chunki baribir men o'sha fikrda qolamanda, ya'ni Argentinada va Portugaliyada mana shu ikkalasi bo'lmasa bilmadim, muxlis qoladimi, qolmaydimi o'zi. Mana shu juftlikda Shveysariyada nimadir kutishimiz mumkin, Fozil aka? Kecha futbol kommentlarini o'qib chiqamanda muxlislarning o'sha fikrlariga qiziqaman. Kim qanday fikrlar bildiryapti deb. Yoshim 70 da deb yozyapti-da bir otaxon. Argentinani yetib kelgan joyi shu bo'ldi. Afrikani ballari deyapti. Charchatdi ularni. Ana endi Shveysariya Yevropacha futbol bilan yutib ketadi. Aksincha deb o'ylayapman men. Argentina uchun Yevropa jamoalari bilan o'ynash qulayroq. Endi men muxlisning fikrini aytyapman. Nega deganda, u Afrika va Janubiy Amerika mintaqasidagi jamoalar jismoniy jihatlari kuchli. O'zi men Janubiy Amerika klassikosini kutgandim. Kolumbiya, Argentina. Kolumbiya o'zi aybdorda. Bunaqa futbol bilan chorak finalga chiqmaslik kerak-da. Shveysariya ham surpriz bo'la oladi. Shveysariya nima qiladi? O'zi qanday kelib qoldi Shveysariya? Shveysariya Cabo Verde bo'lib beradi, Misr bo'lib bo'lishi mumkin shu. Unaqa fikrda emasman. Yo'q, bo'lganda ham demoqchiman. Hozir hamma aytayapti-ku, Argentina yutib ketadi, oson o'tadi deyapti-ku. Agar Shveysariya nimadir ko'rsatmoqchi bo'lsa ham Cabo Verde va Misr bo'lib berishi mumkin. Lekin Cabo Verde va Misr bo'lmaydi. Bordim, shunaqa fikrdaman. Shveysariya hisobda oldinga chiqib oladigan bo'lsa, qiyinroq bo'ladi Argentinaga. Hamma gap o'sha qanchalik hisobni o'z vaqtida ocha olishiga bog'liq. Bu tomonda. Lekin Shveysariya ochiq haqiqatan ham qanday kelib qolganini endi ko'rib chiqaman bor-ku. Yo'q, Kolumbiyani penaltilar seriyasida yutdi. Undan oldingi bosqichda esa Jazoirmidi? Jazoirmi, Avstriyamidi? Jazoir edi shekilli. Avstriyamidi? Avstriya Argentina bilan o'ynadi-ku. Bitta guruhdan chiqdi bu. Avstriya. Bitta guruhdan chiqdi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Demak, bugun bo'lib o'tadigan o'yinda Fransiya haqida gaplashamizmi endi? Ispaniya Fransiyaga o'tishdan oldin Fransiya Marokash uchrashuvini ham ozgina gaplashib ketaylik. Bu eng katta anons bo'lishi kerak edi, lekin Marokash baribir noto'g'ri taktika tanlagan deb hisoblamayman-da. Fransiya har qanaqasiga kuchli edi. Uni erta qo'llagan pressingi va bo'shashmagan himoyasi ham biz hujumini e'tirof etib yotibmiz-ku, lekin o'sha kuni Marokashni tezkor futbolchilari, bo'yi baland futbolchilari, taktik futbolchilari ham hech narsa qila olishmadi-da. Himoyasi ham zo'rda Fransiyani. Hozir gollar urib yotgani uchun biz 4 talasini maqtab yotibmiz. Zo'r fikr bo'ldi o'yindan oldin anonsda kim ko'rgan bo'lsa, Fransiya va Fransiyani tanlamaganlar bahsi degan bir yaxshi anons bo'ldi-da. Yaxshi gap bo'ldi. Rostdan ikkinchi jarayonda umumiy bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham bir xil uslub, raqibni jazolashni yaxshi ko'radigan, kerak joyda gol urishni biladigan, kerak joyda himoyalana oladigan, bosim bera oladigan jamoalarning bahsida kuchlisi g'alaba qozondi. Yo'q, men unaqa deb o'ylayman. Nima bo'ldi, Olam aka? Marokashga nega bunaqa o'yin? Yo'q, men aytmoqchi edim-ku, Umid, o'sha kuni sizga yozganimdek, men Fransiyani birinchi golgacha ko'raman futbolni dedim. Marokash bilan o'yinni Fransiyani birinchi golgacha ko'raman dedim va birinchi golni urgandan keyin uxladim. Chunki mahkum edi Marokash Fransiyaga mag'lub bo'lishga. Nimaga? Chunki o'sha daraja nuqtai nazardan ham, kutilmalar nuqtai nazardan ham har qanaqasiga Fransiyaga qarshilik ko'rsata olmasdi Marokash. Har qanaqasiga. Ha vaziyati bo'lishi mumkin-da, ha gol urishi mumkin-da, lekin bu Fransiya Marokashdan ancha ustunda. Juda katta ustunligi bor-da. Men nimaga o'xshatdim? O'sha ilmiy ommabop filmlarda gepard shu yelkalarini ko'rsatib o'tlarning orasidan poylab turarkan antilopani yoki gnu ohosini poylab turib birdaniga o'tadi. Xuddi shunaqa qilib turdi Fransiya. Marokash hujum qilyapti, hujumga o'tyapti, yarim himoyadan hujumga o'tishga harakat qilyapti, qanotdan boryapti va Fransiya kutib turibdi-da. Kutyapti shunchaki. Vaziyatini kutyapti. Marokash xato qilish bilan bo'ldi, vaziyatdan foydalanib ketdi va ana o'shandan keyin Umidga yozdim. Bo'ldi, yetib keldi dedim. Marokash bu yoqqa endi Fransiya Marokashni nimtalaydi deb yozdim Umidga. Haqiqatan shunaqa bo'lish kutilgandi. Chunki birinchi goldan keyin bar zonalar ochilib qoldi. Ha, aynan. Marokash bitta gol o'tkazgandan keyin u yo'qotadigan narsasi yo'q. Yoki hujumga o'tish kerak, yoki himoyada qolish kerak. Himoyada qolsa gol ura olmaydi, hujumga o'tib gol urmoqchi bo'lsa Fransiyani jazolaydigan bu yoqda futbolchilar bor. Alese turibdi, Dembele turibdi, Mbappe turibdi. Bu futbolchilarga zona ochib bersa nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Chunki men shu sxemaga bo'ldi. Fransiyaning birinchi golini ko'raman, bo'ldi, uxlayman dedim. Chunki
umuman qanaqadir undan keyin anons qolmaydi bu. Yaxshiyamki Marokash baxtiga o'sha kuni darvozani Yasin Bono uxladi. U juda katta ishni qildi. Garchi ikkita gol o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin biz bu mundialda ham ajoyib darvozabonlarni ko'rdik, kashf etdik. Endi buni avvaldan bilamiz-ku, taniymiz-ku, lekin Saudiya chempionatida o'ynab turib ham mundialda darajani ko'rsatish mumkin. Achinayotgan bo'lsangiz faqat Bunugachining bo'ldi, Marokashgachini bo'ldi. Diasning ko'z yoshlari-chi? Qaysi Dias? Brahim Diasning ko'z yoshlari. Nima uchun yig'layapti deyapti-da, nima? Betisga o'tgan futbolchi-da. Qanchalik achinish kerak. Nima uchun jamoa unaqa bir azart, bir medaldan quruq qolgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q, kimsan Fransiyaga qarshi o'ynayapti, nima uchun yig'layapti degan savol tug'ildi. Marokashning yo'lida, mana Marokashning yo'lidan Fransiya chiqib qoldida. Hozir Marokashning yoniga Fransiyani emas, boshqa istalgan raqibni qo'ysak, Marokashni favorit desak kerak men. Turib bersa, hech bo'lmasa turib bersa bo'ladigan jamoaga aylanardi-da, lekin Hakimi bilan Bunu bilan Fransiyaga qarshi o'ynab bo'lmaydi-da. Ispaniya Belgiya. Iloji yo'q-da bu. Ispaniya Belgiya o'yinida endi Belgiya o'sha an'anani davom ettiryapti. O'sha avlod, o'sha qoqilib kelishlar, kuchanib kelishlar va hal qiluvchi o'yinda qaysidir vaziyatda nimadir yo'qolib qolishi. Belgiyada shunaqa narsa ko'rinadi. Boshidan baland sakradi menimcha Belgiya. Belgiya bo'lishi mumkin endi o'sha futbolchilarning darajasi nuqtai nazaridan De Bruyneni inobatga olmaymiz, bari uni ham yoshi yetib keldi va bu vaziyatda o'sha Kurtuani ham jarohat olgan ancha yomon bo'ldi. Va ko'p joyda izohlarda o'qiyapman, ikkinchi darvozabon tushirildi va o'sha ikkinchi darvozabon sababli Belgiya mag'lub bo'ldi deyapti. Baraka topkurlar. O'sha ikkinchi darvozabon qilgan ishni Kurtua ham aynan o'shani o'zini qildi. Birinchi golda aynan o'shani o'zini qildi va ikkita yoki uchta vaziyatda Kurtua oldiga tashlab beryapti. To'pni tepayapti. Kurtuaniki murakkabroq edi. Yo'q, mayli. Endi fakt nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, Kurtua ham oldiga tashlab beryapti to'pni. Agar o'sha to'pga Ispaniya futbolchisi kelganda hisob ancha yirik bo'lishi mumkin edi. Agar to'pni oldiga tashlash xato va mag'lubiyatga olib kelgan omil deb hisoblanadigan bo'lsa, men shunaqa deb o'ylayman. Darvozabon faktor unchalik emas, qaysi ma'nodaki, agar ruhiyat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, haqiqatan Thibaut Courtois ketgani balki Belgiyaga yomon ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Va yana bitta narsa, Lukaku va Merino o'rtasidagi daraja ham ko'rinib qoldi-da. Meni qaysi biri eng zo'r joker? Jokerlarni bilamiz-ku, zaxiradan maydonga tushib gol uradigan. Sulsher shunaqa edi, yana boshqa futbolchilar bor edi. Chicharito bor edi, shunaqa futbolchi va Merino ikkinchi o'yinda ham isbotlayapti Lukakudan yaxshiroq ekanligini. Lukakuni hali ham o'ynovchi murabbiy deb o'yladim, to'g'risida. Bunaqa bir gavda bilan bizdan Molich. Merinoning omadi Ispaniyada ekanligida deb bilaman. Lekin Lukakuni jamoada ham joyda paydo bo'lish juda muhim hisoblanadi. Kerak joyda, kerak paytda paydo bo'lishda, misol uchun u joyda. Tushundim. Lekin bilmadim. Bu mana shu juftlikdagi o'yin natijasi bilan o'lchash qanaqa? Ferran Torres masalan kuchli jamoada o'ynayapti bu ham. O'sha Barselonada o'ynaydi, Ispaniyada kuchli jamoada o'ynaydi, lekin ko'ryapmiz-ku. Ferran Torres PSG ga o'tayotgan ekan. Misol uchun u Barselonada qilgan ishlarini ham qilib yuribdi-da terma jamoada. Yo'q, aytganim agar kuchli jamoadoshlar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, Ferran Torres ham nimadir ko'rsatish, Merino uchishiga hojat qoldirmasligi mumkin-da. Ferran agar o'shanaqa o'ynab beradigan bo'lsa, Merino uchishiga hojat qolmasligi mumkin. Lekin bu yerda bari lekin Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ikkalasi ham tushdi. Va shu bilan birga bilasizmi, Ispaniyada mana 2010-yil, 2008-yil o'sha oltin avlod bo'ldi-ku, o'shanda ham stabil hujumchi bo'lmagandi-da. Misol uchun Morata stabil o'ynamagan, David Villa ham jabr to'prar bo'lib turib yaxshi edi. Doim to'prar bo'la olmasdi, ikkinchi nuqtada o'ynardi. 2010-yil jahon chempionatida Villa to'prar bo'ldi. Siz chempionatni aytayapman, mahalliy chempionatdagi o'yinni aytayapman-da. Xuddi mana Torres haqida gaplashyapmiz-ku hozir yoki Merino haqida, xuddi shunday. Ispaniyada bilasizmi, nima yutuq bo'ladi? Ispanlar har doim tizimni birinchi o'ringa qo'yishadi. Va mana shu tizim hozir Ispaniyani yuqori natijaga olib chiqyapti. Xo'p, yarim finalda nima bo'ladi? Yamal nimaga yaxshi o'yinchi bo'ldi deb o'ylaysizlar? Shunga hayron bo'ldim. Va buni izohini o'qiyapman. O'sha futbol ekspertlari, futbolni kuzatadigan giklar bo'ladi-ku, shunaqa. Ular yozishyaptiki, Yamal gol urmayotgan bo'lsa ham futbolchilarni, raqib futbolchilarni olib yurish bo'yicha ancha yordam beryapti jamoasiga. Ochilishga. Ochilishga. Shunaqa deyishyapti. Biz bilib turibmiz. Nega Ronaldoga, Messiga, Mbappega berilishini sababi, mana Yamal ham qo'shildi ularning orasiga. Baribir qaysi biri media jihatdan jozibadorroq, fozil mavzusi bu. Yorqinroq bo'lsa, o'sha futbolchiga beriladi. Bo'ldi, tamom. Shamni birinchi puflaydiganlar-da ular, Umidjon. Kim puflaydi shamni desa, men deydi-ku. O'sha tasmani kesadiganlar, shamni puflab beradiganlar va hokazo. Xo'p, yarim final.
birinchisi aniq, birinchi yarim final juftligi aniq. Fransiya, Ispaniya zo'r juftlik. Zo'r juftlik. Zo'r himoya va zo'r hujum. Kiprik qoqmay ko'rish kerak bo'lgan o'yin. Nechta bo'lsa ham, 3 ta bo'lsa ham, 4 ta bo'lsa ham ko'rish kerak. 3 ta ketma-ket o'yinda, oxirgi o'yinda ispanlar g'alaba qozondi. Soat 3 ta deyapman hozir. Yo'q, men ispanlar Fransiyani aytyapman. Yo'q, 3 ta ketma-ket o'yin Fransiya ispanlarga mag'lub bo'ldi. Oxirgi o'yinlarda. Mana, keling, bitta terma jamoalarning ustun jihatlarini sanab o'taylik. 3 dedingiz-ku, uchalovidan boshlaymiz. Fransiyada 3 ranglilardan Mbappe, Dembele, Olise, o'tgan safar aytgandik, ba'zida qo'shilayotgan Due, Barkola, Sherki, himoyachilar, Sherki yo'q hisobi-ku. Upamecano, unutib yuboryapsiz. Va shu bilan birgalikda kecha Din ham yaxshi o'ynadi. 3 ta tarkibi bor. Fransiyaning 3 ta tarkibi bor. Uchrashuvda ham. Va Ispaniya umuman tarkib jihatdagi jozibadorlik va monsterga aylanib ketayotgan Kylian Mbappe. Ispaniyaga o'tamiz. Zo'r himoya, tartibli himoya, o'zi umuman gap bir marotaba gol o'tkazib yuborganida emas, o'zi tartibli himoyalanish masalasida ham Ispaniyaning ishlari joyida. Ispaniyani Yamali bor. Ispaniya to'pni yaxshi nazorat qila oladigan terma jamoa. Ya'ni aytmoqchimanki, Fransiyani shu kungacha bo'lgan raqiblardan farqli o'laroq, Fransiyaning raqiblari marhamat, biz baribir to'pni sizlarga beramiz. Chunki sizlar favoritsiz, omadimiz kelsa qarshi hujumdan vaziyatimizdan foydalanamiz degan qabilda o'ynadi. Lekin Ispaniya bunga rozi bo'lmaydi ko'p ehtimol. Mana shu imkoniyatlar, mana shu ustunliklar, asosiy faktorni esdan chiqardingizmi Ispaniyada? Murabbiylarni ham aytish kerak. De La Fuente. O'sha ikkalasi ham tajribali-da. Ikkalasida ham titul bor. Yodingizda bo'lsa, endi Deshamda shunaqa monster jamoa bor, lekin De La Fuenteda boshqacharoq edi. Yodingizda bo'lsa, o'sha Sociedaddan futbolchi olganda, Oyarsabalni olganda, Merinoni olganda qanaqa kulishgandi ustidan, yodingizda bo'lsa. Realda futbolchi olinmaganligi uchun shunaqa. Yo'q, bu chempionat emas, undan oldingi Yevropa chempionatidan ham o'shanda Oyarsaballar, Merinolar aynan murabbiy futbolchi ekanligini, murabbiy futbolchisi ekanligini isbotlab berishdi-da. Ya'ni murabbiy ishonch bildirsa, joyiga qo'ysa, o'zini ko'rsata olishini isbotlashdi, hamma ovozini o'chirishdi-da. Va men uchun asosiy faktor, asosiy omil, agar Ispaniya g'alaba qozonadigan bo'lsa, birinchi o'rinda De La Fuente turadi. Men uchun, shaxsan. Fozil aka, kecha Ispaniya Belgiya uchrashuvidan keyin Yamalga savol berishdi. Fransiya bilan uchrashuvda nima bo'ladi degan ma'noda savol berishganda, yigitcha qat'iy bildirdiki, Fransiyani yutish mumkin, biz buni uddalay olamiz deb ishonch bilan aytayapti. Jamoani lideri sifatida bunday gaplarni gapirishi albatta tushunarli. Va shu bilan birgalikda men o'zimcha taxmin qilyapman, 14-iyul sanasida bo'ladigan yarim final uchrashuvida Mbappe bilan ham bugungi zamonamizda kim zo'r ekanligini isbotlash uchun harakat qiladi. Chunki El Clasico'da ko'rdik bunaqa. PSG bilan o'yinga ham o'xshab ketar ekanda. Mendes bilan? O'sha Mendes bilan Barsa bilan PSG o'ynaganda Yamal jahl bilan chiqib qanaqa driblinglar qilgandek. Menimcha Fransiya bilan unaqa bo'lmasa kerak. Mana shuncha faktor, mana shuncha fakt, mana shuncha jihatlar bilan siz qaysi jamoani ustun ko'ryapsiz va qanaqa yarim final uchrashuv kutyapsiz? De La Fuentega sal qo'polroq ta'rif berish mumkin-da. Pismiq. U shunday bir joy bo'ladi, umuman reaksiya bildirmaydi va kerak joyda, hattoki ishonasizmi, yarim finalda Yamal 30 daqiqa futbol o'ynashi mumkin. Shu darajada ispanlardan bugungi futbol. Misol uchun demoqchiman. Yo'q, misol uchun demoqchiman. Jarohat olmasa o'ynaydi u. Balki. Va shu bilan birga Olim akam aytgandek, kerak joyda umuman balki maydonga tushmagan hujumchi o'yin taqdirini hal qilib ketishi mumkin. Ispanlarda shunaqa imkoniyat bor. Ya'ni ular bugun o'zlari bosimsiz futbolni kashf etib, o'sha jarayonni amalga oshirib berishyapti. Fransiya bilan ham bosimsiz o'ynaydi deb o'ylayapsiz. Men Fozilning bu fikriga nimaga qo'shilaman? Chunki oddiy qilib aytganda Ispaniya ko'cha ko'rgan, janjallarga aralashgan odamlar bo'ladi. Shunaqa qo'rqmaydi, jangdan qo'rqmaydi. Ispaniya shunaqa holatda. Ya'ni Fransiya bilan o'ynab oyog'i qaltirayotgan boshqa terma jamoalardan farqli o'laroq Ispaniya uchun bu oddiy o'yin bo'ladi. Oddiy o'yin qaysi ma'noda? Qo'rqmaydigan o'yin bo'ladi. Ya'ni o'zini o'yinini ko'rsatishi mumkin, vaziyatini kutishi mumkin. Ular ham juda yaxshi bilib turibdi, Dembeleni, Mbappeni, Aliseni tarkibni juda yaxshi bilib turibdi, lekin bu Ispaniyada. Ispaniya Yevropa chempioni bo'lgan. Bu Fransiyaga qo'l kelishi ham mumkin ekan. Yo'q, men aytganim Ispaniya bu narsaga ishonib qoladi emas. Fransiyaga qo'l kelishi endi to'g'ri vaziyatlardan foydalanish mumkin, lekin ikkita teng jamoa deb ayta olaman. Va shu bilan birga bitta narsa, hozir bu bilan ispanlarga men yon bosmoqchi emasman, ispanlar ustun bo'ladi demoqchi emasman. Va aynan mana shu xotirjamlik ortidan Deshamni klassikasi kelib chiqadi.
balandlikka kelib chiqadida, qani u shuncha payt davomida shuncha jamoa, shuncha yigitlarni yig'ib turib nima qila oldi? Yo'q, endi Deshamni isbotlaydigan narsasi qolmagan. Yo'q, misol uchun demoqchiman. 2018da isbotlab bo'lgan. Desham shunchaki shunchaki ketib chiroyli xayrlashadi. Yo'q, o'sha 60 yosh yozilgan tonni kiyib xayrlashib bo'ldi. Desham hech narsani isbotlash shart emas hozir. Tog'aki kerak emasmi isbotlash? Ana jahon chempioni bo'lish. Nimani isbotlaydi? Jahon chempioni bo'lish 2 marta. Yo'q, jahon chempioni bu bo'lgan. Har bir murabbiyning eng katta orzusi jahon chempioni bo'ldi, bu bo'ldi. Va ko'rsatyaptiki Fransiya kuchliligini. Yo, agar chempion bo'lsa, Desham Fransiya bilan muammo yo'q. Uni obro'siga yana obro' qo'shildi. Lekin nimadir o'xshamay qolsa, Deshamni obro'siga Fransiya terma jamoasi murabbiy sifatida hech qanday bir yomon dog' tushmaydi. Ortida bor-da, chunki natijalari bor. Bu fikrga qo'shilaman lekin. Shunaqa. Xo'p, demak, bu 14-iyul sanasida bo'lib o'tadigan yarim final uchrashuvining prevyusi edi. Nazarimda aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Tugatadigan vaqtimiz hozir boshladik-ku o'zi. Shunaqa o'tyapti. 3 daqiqa vaqtinglar bor deyapti lekin. Tasvirchim, operatorimiz 3 daqiqa. 3 daqiqa vaqti bor ekan, bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Sizni orzuyingizdagi finalda kimlar o'ynashi kerak? Bu bosimni Olimбек Qosimovga topshiraman. Men o'sha mundial boshlanishdan oldin aytganim, Ronaldo chempion bo'lsin deganim, yodingizda bo'lsa, tinglovchilarimiz ham eslarida bo'lsa, men aynan Portugaliya chempion bo'lishni xohlagandim. Endi yo'q. Yo'q, endi yo'q, mayli. Mayli finalissima ko'raylik. Bo'lmay qolgan finalissima bor-ku, Ispaniya bilan Argentina o'rtasidagi. O'g'irladingiz, g'oyani o'g'irladingiz. Eronda bo'lish kerak bo'lgan finalissima balki jahon chempionatida bo'lishi mumkindir, balki. Hozirlik chiroyli o'yin bo'lardi. Fransiya chiqsa, yana endi bilmadim. Fransiya Argentina o'yinini ko'rganmiz-da. Yo'q, endi Argentinani chiqarib qo'ymoqchi emasman finalga. Shunchaki Xo'p, Argentina chiqmasa kim bor yana nomzod sifatida? Men aytishim mumkin, ko'rimli bo'lish uchun, Fozil yoqtirish uchun, Infantinoga yoqish uchun baribir Argentina chiqishi kerak-da. Boyaga javlanaganmiz hozir biz eshitib, bular aniq Messichi deyotgan bo'lsalar kerak. Qarang, shu aytib yuboring-da, Norvegiya, Angliya va Shveysariya chiqmasin, iltimos finalga. Shuda mana. Javlanaga meni kechiring. Biz Messichi emasmiz, lekin olmagan fikrini sal solib beryapti. To'ldirmoqchi bo'lsam, Ispancha futbol, o'sha finalissima deyaptilar-ku, Barselonani bir ko'chirmasida o'sha Guardiola davridagi Argentinaning hozirgi o'yini va takomillashtirilgan ispancha variant futbol. Qaysi bir ustun? Mana shuni men yechimini oqlaydigan bo'lsak, agar Angliya chiqsa boyagidek qovun tushirishi mumkin. Norvegiya chiqsa endi loyiq emasdek, Argentina endi yaxshi afishada. Zo'r, biz Messichi Argentincha emasmiz, unaqa fikrimiz yo'q. Shunchaki afisha final zo'r bo'lishi uchun. Haligi Liverpool bilan Tottenham o'ynamasligi kerak-da finalda. Tushunyapsizmi? PSG bilan Inter o'ynamasligi kerak-da. Argentina, Ispaniya, Argentina, Fransiya, mayli. O'zbekchasiga aytaymi? Bir paytlar Messi 5 ta o'yinda qatnashgan yigitcha unga qarshi qanday o'ynashini ko'rish. Bunaqa bo'ladi. Yaxshi anons. Misol uchun menga qiziq bo'lgan bo'lardi. Angliyani nega xohlamayapman? Xaraktersiz o'ynab qo'yadi. Norvegiya chiqsa ham chakki bo'lmas ekan degan xayol bor. Xo'p, mayli, tugatamiz. Turdan turgachani yakunlayapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.